Hammaga assalomu alaykum. Bugun virusli gepatit B kasalligi bo'yicha oddiygina hamma tushunadigan tilda qilib ushbu kasallikni tushuntirib bermoqchiman. Virusli gepatit B, ya'ni xalq tilida bu sariq kasalligi deb ataladi. Ya'ni bu qo'zg'atuvchisi virus. Faqatgina inson organizmida jigar to'qimalaridagina rivojlanadi. Hop, kasallikda asosan 3 xil yuqish yo'li bor. Birinchisi bu vertikal, ikkinchisi bu jinsiy yo'l, uchinchisi bu maishiy yoki parenteral yo'l deb qo'yadi. Parenteral yo'lni o'zi ikkiga bo'linadi. Parenteral yo'lda o'zi ikkiga bo'linadi. Birinchisi bu vertikal yo'l qanday? Vertikal yo'l, vertikal yuqish yo'li bu ushbu infeksiya bilan kasallangan onadan tug'ish jarayonida, tabiiy yo'l bilan tug'ish jarayonida bolaga yuqishi bu vertikal yo'l deyiladi. Ikkinchisi bu jinsiy yo'l. Jinsiy yo'l da o'z-o'zidan ma'lum. Shu infeksiya bilan kasallangan odamdan o'sha jinsiy yo'l orqali yuqishiga aytiladi. Uchinchisi bu parenteral deymiz. Ya'ni parenteral ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi tibbiy parenteral va notibbiy maishiy parenteral deyiladi. Tibbiy parenteral qanday bo'ladi? Bu nosteril tibbiy asbob anjomlarda qayta foydalangan holatlarda ushbu kasallik yuqadi. Keyingisi stomatologik muolajalar, jarrohlik muolajalari, qon quyishlar, tekshirilmagan qonlarni to'g'ridan-to'g'ri quyish orqali yuqishi ushbu kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Keyingisi bu maishiy parenteral. Maishiy parenteral qanday bo'ladi? Bunda shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmasdan, ya'ni umumiy qon bilan bog'liq bo'ladigan gigiyenik vositalarni umumiy ishlatganda, sartarosh, masalan, soqol olishda umumiy foydalanganda yoki ayollarda tatuaj, persing, shunga o'xshash holatlarda umumiy foydalanganda yuqadi. Endi bu kasallikni qisqacha yuqish yo'li. Bu kasallik qaysi holatlarda yuqmaydi? Birinchisi bu bitta xonada nafas olganda, qo'l berib so'rashganda, bir-biri bilan o'pishib ko'rishganda, bitta ichki kiyimdan foydalanganda, bitta tovoqdan, bitta qoshiqdan, bitta piyoladan umumiy foydalanganda bu holatlarda yuqmaydi. Yana hattoki bitta ichki kiyimlardan foydalangan holatlarda ham yuqmaydi. Savollar bo'lsa marhamat kommentariyga yozinglar. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman.